Do'stlar, o'tgan safar vizerni o'ldirib yuboribmiz. O'tgan safar maxluqsizga o'taman deb vizerni o'ldirib yuboribmiz. Vizerniga. Vau! Va biz damlamani ham hamma narsani tugatdik. Mana ishonmasalaring hamma joyni tosh qilib tashladik. Bu qiyin bo'ldi. Juda ham qiyin bo'ldi. Va obuna bo'lib qo'yinglar. Shu 7 ta qism. Obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, shuni qiynalib qilganimizdan ko'ra osongina ko'p obunachi qilib qo'ysak zo'r bo'lardi. Mana uyga ham kirib oldim. Ana endi bloklar bilan qaysi blokdan qilamiz desalaring, temir blokidan. Temir blokini esa yasaymiz. Bizga ko'proq kerak, ammo bo'ladi. Bo'ldi. Ketdim. Menga farqi yo'q. Kichkinagina bo'lsam bo'ldi. Menga kichkina unaqa katta artefaktlarga o'xshab katta qilmayman men. Chunki bir o'zimman. Mana shu hozir yetmay qoldi. Menda temir muammo emas-ku. Eshik ochiq qoldi. Maxluqsizga o'tkazib qo'yay. Bo'lmasam pochog'imni chiqaradi. Nima kerak? Temir. Temirni olamiz. Voy, yana qilamiz. Toshdan ham qilsa bo'lar edi-ku. To'xta, toshdan qilaman, toshdan. Toshdan qilish kerak, menimcha. Tosh. Tosh yaxshiroq. Bunaqa o'zimni qiynab o'tirmayman. Artefaktlar shuncha blok yig'ib, shuncha qiyin bo'lsa, bemalol qilishimiz mumkin. Va biz mana mayoqni ham qo'yib olish kerak. Mana. Yaxshi qurish. Qani boshladik. Va bo'lmaydi ekan. Bu bizga kerak. Toshda bo'lmasa, unda temirda. Va oxirgisi oltin blok. Yaxshi ham oltin blogimiz bor ekan. Yaxshi. Va buni rangini o'zgartirishni kim biladi? Kommentga yozsin. Men keyingi videoda ko'rsatamiz. Va bu oxirgi video bo'ldi.